Jo'rabek Tursunpo'latov vazirlik umuman mana shu anomal sovuqga, oldingi yilga o'xshagan krizisning vaziyatga tushib qolmasligiga ishonyapman. Endi qurilmalar bu temir. Buni qara-ya. Shunga aqlim yetmabdi-da. Anomal sovuq kelsa yoki bir avariyaviy holatlar bo'lganda biz algoritm ishlab chiqarganmiz, qanday ishlaymiz, qayerda nimani yo'naltiramiz, qaysi zarur bo'lsa o'sha aholi va ijtimoiy sohani issiqlik, tabiiy gaz va elektr bilan ta'minlash maqsadida qaysi yirik iste'molchilarni to'xtatishgacha algoritm ishlab chiqilgan. Ey, ota-ona majlisi nima bo'lyapti-da? Va eng asosiysi boya aytib o'tdim, mana agarda o'tgan yil 22-noyabr holatiga 46 ming tonna mazut bo'lgan bo'lsa bizda zaxirada respublika bo'yicha hozirgi kunda 340 ming tonna zaxira bor. Ya'ni mazut zaxirasi qilindi, tabiiy gaz zaxirasi kafolatlangan, yaratildi. O'tgan yili biz yer osti gaz saqlash omborlaridan maksimum kuniga 18 million kub metr gaz olganmiz. Hozir u yerda qurilgan yangi qurilma, yangi kompressor stansiyalar hisobiga kunlik olish ehtimoli 40 millionga yetkazildi. Axir boshchi gapirgandim-ku, biroz yolg'onchiman deb. Ya'ni o'sha defitsit bo'lgan haligi yetkazib bera olmaydigan paytda yer osti gaz saqlash omborlaridan gazni olish imkoniyati yaratiladi.